Avval kuni 40 yosh bilan 50 yosh o'rtasidagi bir inson menga kelib dardini ayta boshladi. Aybim bor, aybim uchun keldim. Ayolimga 2 marta xiyonat qildim. Bilasizlar, xiyonat qilish nimaligini bilasizlar. Xiyonat qildim, ya'ni nafsini noshariy yo'l bilan, harom yo'l bilan, zino yo'l bilan qondirganligini xiyonat qildim deyapti. Xiyonat deganda bir narsasini olib qo'yib berib yo olib bermaslik emas. Er xotin o'rtasidagi xiyonat shundan boshlanadi. 2 marta xiyonat qildim, oilamda notinchlik o'shandan boshlandi. Chekkaroq joyda yashardim, bolalarimni kelajagi uchun yaxshiroq bo'lsin deb shahardan uy olib maktabiga yaqin joyga olib kelib ko'chirib keldim. Birovdan kam qilganim yo'q. Birovdan oshiq bo'lsa bo'ldiki, oshiq qarasam qaradimki, birovdan kam qilganim yo'q. Yeyishi ham, kiyishi ham hammanikidan a'lo bo'ldi. Oxiri ayolim shu darajaga yetdiki, menga umuman itoat qilmaydigan bo'ldi. So'ramasdan ko'chaga chiqadigan bo'ldi. So'ramasdan o'zicha ish qiladigan bo'ldi. Menga qaslashib, boshqa erkaklar bilan SMS yozib telefonlashadigan bo'ldi deyapti. Mo'min ayol shunaqa qiladimi? Musulmon ayol shunaqa qiladimi? Iymonli ayol shunaqa qiladimi? Yo azvoji mutahharat onalarimizda rashk bo'lmaganmi? Rasulullohni qizg'anmaganmi? Yoki Rasulullohni shunaqa darajada xo'rlaganmi? Hozir keladi, men aytib beraman shu insonni. Men o'zim toqatim yetmadi shu yigitni. Gapirgan gapiga o'zim toqatim ko'tarmay qoldi. Hattoki deyapti, qarang. Shu darajaga yetdiki, er xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatga pul to'laydigan bo'ldim deyapti. Pul olyapti deyapti. Buni kim qiladi? Bir fohisha boshqa bir erkakdan shu ishni qilganda, nafsini qondirganda pul olmasmidi? Nikohdagi xotin o'zini nikohidagi eridan pul olib jinsini qondirishlik qayerda bor? Pul to'laydigan bo'ldim shu ish uchun deyapti. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Agar o'sha erkak kishi ayolini xohlagan paytida, garchi u otni yoki tuyani ustida o'tirgan bo'lsa ham o'sha joyga chiqsin deganlar. Ayol kishi tandirga non yopayotgan bo'lsa ham erini nafsini qondirsin deganlar. Bo'lmasa nimaga? Alloh va Allohning farishtalarini la'natiga qoladi. Kechqurun shu ishga rozi bo'lmasa, boshqa bir endi uzrli holatlarda, hayz yoki nifos holatlarda yoki betoblik holatlarda mayli u uzrdir. Lekin uzrsiz erini istagini qondirmasa, erta bilan tong ottirguncha Alloh va Allohning farishtalari bu ayolga la'nat aytib turadi deganlar. Endi pul to'lagan ayolga la'nat etmaydimi? Bolalarimni hammasini menga dushman qildi. Oxir oqibat bollalarim yig'ilib meni 5-6 marta urdi. Oxiri chidolmasdan uyni tashab, mana shu uy soy joy sallarga deb chiqib ketib qutuldim deyapti. Bu farzandni otani urishligi bu qiyomatning alomati bo'lmay, nimani alomat? Yaxshilik alomatimi? Kim rahmat etadi? Kim bundan minnatdor bo'ladi? Dinimizni qaysi ko'rsatmasi yo oyat yo hadislarda yoki bir rivoyatlarda mana shu insonlarni, shu farzandlarni otasini urishligini ozgina yonini oladigan tomoni bormi? Yo'q. Shundoq ayollarni ko'rdim. Alloh rahmatiga olsin. Farzandlari shunaqa iymon, shunaqa e'tiqod, shunaqa taqvoda, shunaqa boy bo'lib yashayapti. O'shalarni otasi Xudo bexabar edi. Peshana sajda ko'rmagan edi. Topganini ichardi o'sha yoshda ham. Loqal birovga yerda tursin, bolalariga duo qilishlikka qo'lidan kelmas edi. Duoni bilmas edi. Ota duo qiling, ish boshlayapman, ota duo qiling, safarga ketyapmansa, boshlagan ishingga Xudo barakat bersin, safaringda Xudo yor bo'lsin deb duo ham qila olmaydigan shunaqa bir eng oxirigaligi xo'r inson bor, o'shandaqa inson edi. Lekin onalari jannatiy bo'lgan shu insonlarni yetardilarki, bolalarim el otangni alkash deyotgan bo'lsa, bu el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Bolalarim, bu alkash deyotgan inson sanlarni otalaring. Agarda biror marta otangga tik qarab yoki otangdan dovushingni baland qilib gapirib otangga gap qaytarsang, men bergan sutimga rozi emasman deb tahdid qilardi, qo'rqitardi.
o'sha onani gapi bilan bolalar birortasi tik qaragani yo'q otaga. Biror bittasi dovushini baland qilgani yo'q. Biror bittasi otaga siz aralashmang degani yo'q. Ota o'tdi, mayli Alloh rahmat qilsin, oxiratini Allohga havola qilamiz, lekin farzandlar o'sha onani gapi bilan hozir eng taqvodor, eng ibodatli, eng zakotchi, eng boy yigitlar mana shular. Eng alam qilgani deydi, bolalarim talab uryapti meni, ayolim qo'y, qo'ling sinadi, ertaga juvarmak bo'lasan. Bu seni otang-ku, deb qaytarma deyapti. Naryoda tirjayib kulib turibdi meni urganligi uchun. Men qandoq qilib chidab ularning ichida orasida yashashim kerak? Meni ota demasa, meni er demasa deyapti. Ashab chiqib ketdim. Menga eng alam qiladigani deydi, kecha qizimni turmushga beribdi, to'yiga aytmadi deyapti. Ularni tashab chiqqandan keyin ancha paytdan keyin bir ayolga uylandim, bitta bolali ayolga uylandim. Shunaqa musulmon ayollar bor ekan-ku deyapti. Shunaqa haqiqiy xotinlik qiladigan ayollar bor ekan-ku deyapti. Qiyinchilikdan chiqqan, rosa xorlikni ko'rgan, oxiri ajrashgan. Shu holatda men o'shani oldim. Mana hozir shunaqangi xizmatimni qilyapti, hatto paypog'imgacha kiygizib qo'yadi shu ayol deyapti. Aypog'imni ham o'zim kiymayman deb, qolgan xizmatlari-ku qo'yavering deyapti. Endi qizimni to'yini bo'lishligini eshitib qoldimda, ayolimni olib tilla do'konga, zargarlik do'koniga bordim. Endi bir qizimga bir sovg'a, mayli ota sifatida bir 500-600 dollarlik bir narsani olaman deb, mana shuni ko'rsating desam, yonimda ayolim, keyingi ayolim, dadasi nima qilyapsiz deyapti. Nima qilyapsan? Nima qilay, qizimga shuni olyapmiz. Axir qiziz-ku, dadasi 500-600 dollarlik olasizmi? Mana 2000 dollarligini olib bering deyapti deydi. Agar bu ayolimda iymon bo'lmasa, haligi birinchi xotinimga o'xshagan xudo urgan bo'lganda edi, siz hali nima qilib berdiki, siz bunga 500 dollarlik olyapsiz, siz kaltagini yeganingiz uchun 500 dollarlik olyapsiz deb meni bu yo'ldan qaytarardi deyapti. Qarang, haqiqiy musulmon xotinlar mana shunaqa bo'lar ekan deb xotinidan rozichiligini aytayapti. Yana aytayaptiki, men qaytar dunyo desam, men otamni urganim yo'q edi. Otamni boshimda ko'tarib xizmatimni qildim. To'g'ri, onam bilan otamlar janjal qilardi, kelishmovchiliklar bo'ladi, urush bo'lardi, otamlarni hurmat qilmas edi. Oxiri dadamlarni olib chiqib o'zim uyimga olib ketdim. Bir necha yil men bilan yashadi. Oxiri onamlarga keldimda, ona, dadamga qaraysizmi, qaramaysizmi? Hurmat qilasizmi, qilmaysizmi? Qaramayman ham, hurmat ham qilmayman. Bor qayerga borsang. Olib bordimda dadamlarni bir ayolga uylantirib qo'ydim. Mayli bir kun bo'lsa ham xursand yashasin, dadam rozi bo'lib yashasin deb boshqa bir ayolga uylantirib qo'ydim. O'shandan keyin ham qo'ymasdan onam borib janjal qilib o'sha olib bergan ayolni haydatdi. Otam dunyodan o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Beg'ibor inson edilar. Haqiqiy inson edilar. Mana endi onamni oxirgi nafaslarida, o'sha otam oxirgi nafaslarida dadam onamlarga aytgan gaplari shu bo'ldiki, mayli sen yashagin, lekin ro'shnolik ko'rmasdan o'tgin deb duoibat qildi deydilar. Dadam onamlarni duoibat qildi. Ro'shnolik ko'rmagin, bir kun yaxshi ko'rmagin deb. Otamlarni qo'y degan, onamlarga endi odamlarni, otamlarni duoibat sababmi shunaqangi balolar ketma-ketin kelib, mana hozir dod deb yig'ildiki, bolam, otayni hidiga zor bo'ldim. Eski kiyimi bo'lganda bir hidlab mazza qilardim deb dadamni hidiga zor bo'lib yotibdi onam deydi. Men sizga aytgandim, ona, xorlamang, ertaga otamlardan norozi bo'lsa, siz oxiratda yaxshi bo'lmaydi, dunyoda xor bo'lasiz deb ogohlantirgandim necha. Ular nimaga buni ahvol? Shu to'kinchilik zamonda mana shunchalik ne'mat ichida yashab turib, hozirgi bo'layotganda insonlarni yashayotgan insonlarning hayot tarzi shu bo'lsa, Xudoy taborak va taolo shuning uchun aytayaptimi? Qo'lingda nimanga qaragin, nima bor ertaga oxiratga deganingda, bizlar nimaga qaraymiz? Oramizda 60-70 ga chiqqan insonlar bor hali ham. Hali ham Xudo bexabarlar bor. Hali ham qadam masjidga yetmagan, peshona sajdaga yetmaganlar bor. Oilasini qarasangiz g'urbat. Bir ehsonga kelib qolsa, shu inson kelib qoldi deb odamlar xursand ham bo'lmaydi. Kelmasa xafa ham bo'lmaydi. Alloh taborak va taolo shunga qarayapti-da. Qo'lingga qaragin, nimang bor deyapti.
70 yoshar inson 70 yillik hayotidan 7 soat gapirib beradigan narsasi yo'q. Mana shuni qildim, mana buni qildim, mana buni qildim degan. Mana shu davramizda o'tirgan Alloh rozi bo'lsin, Xudo uchun yaxshi ko'raman hammalarini. Ilohim qiyomatda shu insonlarning shafoatiga bizlarni nail qilsin. Farzandlarimizga shu qorakalarimizni yo'llarini bersin, navaralarimizga bersin. Bu insonlar bir dumalab ori bo'lmagan. Bu insonlar bir dumalab bize o'ylaganchalik osongina domla bo'lmagan. Yoshlikni beboshliklariga chidab, bular tengilar ko'chada mazza qilib shataloq otib yurganda sinfdoshlari, tengdoshlari, mahallani bolalari mazza qilib otasini, onasini bag'rida yegan oldida, yemagani orqada mazza qilib yurgan paytda bular Allohning kalomiga xizmat qilgan. Otalari, onalari, bolam biz bo'la olmadik. San bugun ertaga loqal qiyomat kuni qani meni huzurimga nima olib kelding ey bandam deganda, Parvardigor meni o'zimda iymonim bor-u, senga ishonchim bor-u, lekin seni dargohingga bir qori farzand olib keldim. Parvardigor Rasulining va'dalari bor. Kim o'g'lini qori qilsa, mana shu qorini otasiga izzat toji kiydiriladigan va'dalarga ishonib, men bolamni xizmatidan kechib, mehnatidan kechib qori qildim. Shu bolamdan boshqa umidim yo'q. Parvardigor seni fazlingdan, marhamatingdan umidvorman deyishlikka haqli otalarning farzandlari turibdi. Bizlarchi namoz o'qiganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Masjidga qatnaganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Domlalarni kovlashdan hayotimiz. Mana bu, ana bu qilib qo'yibdi, mana bu qilib qo'yibdi. Hatto shunday fitnalar bo'layaptiki, ehson yashigiga bir qanaqadir belgi qo'yib $100 tashab, o'sha ehson yashigi ochilgan kuni kelib tekshirayotganlar bor hozir. Ertaga qo'lingga qaragin deyapti Xudoy taolo. Bu bir domlani qo'lga tushirishlik uchun, noibi imomi yoki masjid mutaolasini qo'lga tushirishlik uchun tuzoq sifatida berilgan bu $100 unga nima foyda beradimi? Masjidga pul berib qo'yib turib, domladan necha marta so'rayotganlari bor. Qayerga ishlatdingiz deyapti. Bor bunaqalar. Buna qilsa berma. Birodarlar, bu qiyomat kuni oson narsa emas. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lilardagi bitta xurmoni bir muhtojga ehson qilib bo'lsa ham, faqiriylardagi suvni ikkinchi bir insonni faqiriga solib to'kib berib bo'lsa ham, qiyomatni dahshatli kunlardan, azobli kunlardan o'zingizni qutqarib oling deganlar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro. Ey iymonlik bandalarim, sizlar o'zingizni, ahloyal farzand bola chaqalaringizni, avlodingizni yoqilg'isi toshlardan va insonlardan bo'lgan jahannamdan asranglar deb biz mu'minlarga to'g'ridan to'g'ri sarohatan bayon qilib ogohlantirayotgan bo'lsa, bugun biz do'zaxdan nima bilan o'zimizni asrayapmiz? Qani aytingchi? Nima harakatimiz bor bugun? Farzandlarimizni qaysi yo'l bilan qutqarishligimiz kerak? Nima bilan? Samovarni tutunxonasidan ozgina tutun chiqib manbaqqa yoyiluvdi. Nechta odam harakat qilib, yangi turbalar olib kelib, ish qilib qutuldi nariyaqqa. Tutundan bu bizlarni yo'qvoradigan darajada xavfi yo'q edi. Kuydiradigan darajada bizlarga xavf xatar solayotgani yo'q edi bu tutun. Lekin shundoq bo'lsa ham shuni shaqqa olib qutuldik. Endi jahannamni olovi bu tutunmas bu. Aynan yonadigan o't. Sigaret chekadiganlar cho'ntagingizdagi zajgalkazni olingda, shundoq yoqib turib 1 minut 60 sekund barmog'ingiz tegadigan darajada o'sha olovga tegizib tura olsangiz, Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu jahannamni o'ti bu dunyoni o'tiga qaraganda 70 barobar alangasi kuchli bo'ladi deganlar. Ana shundan saqlanglar deyapti Xudoy taborak va taolo. Ya ayyuhal inson ma g'arraka bi robbikal karim. Oyatni davom ettirgan, ey inson bolasi, seni karamlik bo'lgan, seni yo'qdan bor qilgan, otangni belidan siydik yo'li bilan o'tkazib, onangni siydik yo'li orqali onangni rahmiga joylashgan, ilashtirgan, o'sha joyda senga
tillo bilan, kumush, dollar, yevro bilan topib sotib olib bo'lmaydigan a'zolarni bergan, o'sha joyda rizq bergan, senga shakl bergan Parvardigoringga nima sabab bo'ldi sen g'urur qilib kibrga ketding deyapti. Nega Parvardigoringga itoat qilmading? Nega Parvardigoringga g'ururlik, shayton sifatiga ega bo'libsan, Allohga ibodat qilmayapsan, Allohga bo'yinsunmayapsan deb Xudoy taolo o'zi aytayapti. Qani seni nima bu majbur qildi kibr qilishlikka? Kibr deganda bizlar bir inson, bir amaldor o'tirsa-yu, birdan oshig'i olchi bo'lib, puli ko'payib, zo'r uylar qurib, zo'r mashinalar olib, keyin atrofidagi haligi ulfatlarni birdan haligi oyoq uchida ko'rsatadigan bo'lib qoladi-yu, birdaniga kulib, ustidan kulib, mazah qilib. Kibr deganda biz shuni tushunamiz. Bu amaldor, bu boylarda bo'lsa, kambag'allarda ham yetarlicha kibr bor, birodarlar. O'zi hech vaqosi yo'q cho'ntagida. 2 tiyin yo'q. Zakot beradigan boylarni bezor qilib qo'ygan. O'sha insonni bir muhtoj, mana shu zakotimga haqlik, shunga bersam Xudo rozi bo'ladi, rosa o'rni, yashash ahvoli mana bu. O'g'li voyaga yetgan o'ylantira olmayapti, qizi voyaga yetgan chiqarmayapti, kasali bor deb eshityapman deb bechora olib boradida, do'stim yaxshimisiz, tuzimisiz, salomatmisiz? Do'stim, Xudoy taolo bizga bir ozgina ishlarimizga rivoj berib, barakot berib, bir zakotga qodir qilib qo'ygan ekan. Shu zakotni sizga haqli deb shuni olib keluvdim, shuni olsangiz desa, nima deyapti? Men seni zakotingga zormiman deyapti. Bor bunaqalar. Nechta boylar dardini, shuning uchun hozirgi kunda bezor bo'lganidan masjidlarga, domlalarga olib kelib birorta haqli joyga berib yuboring deb ketyapti. Ham pul olib borsa-da, ham uni sassiq gapini eshitsa. Olib qo'yavur. Baraka toping. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudoy taolo sizni qalbingizga mana shu yerda meni borligimni sopdi, shu insonga bergin debdi. Alloh sizdan zakotingizni qabul qilsin-u, Allohim meni bolalarimni ham sizni yo'lingizni berib zakot beradiganlardan qilsin deb olib duo qilib qo'yavur. Nima qilasan kibr qilib, o'zi tiyining yo'q cho'ntagingda. Bu banda bilan banda o'rtasidagi kibr bo'lsa, bugun Allohni tanimayotgan, bugun Allohni ibodatini qilmayotgan, namoz o'qimayotgan, sajda qilmayotgan, Alloh ko'rsatgan yo'llardan yurmayotgan, Ramazon ro'zasini tutmagan, zakoti bo'lib turib bermagan insonlarning hammasi bu Alloh bilan o'rtada kibr. Xudoy taolo shularga seni nima majbur qildi menga kibrlanishlikka deyapti. Nima deb javob qilamiz? Qo'limizda nimamiz bor? Kibrlanadigan. Kibrlangan kim edi? Firavunmidi bittasi kibrlangan? Men xudoman degan shumidi? Bittasi Namrudmidi? Alloh taolo kibr egasi. Kibr meni izorim degan. Meni ustimdagi libosim degan Xudoy taolo, agar kim buni men bilan talassa, men uni bo'rnini yerga ishqalab xor qilaman degan Xudoy taolo. Bir hayotimizga qaraylik, kibr egalari qancha kibrlarni ko'rganmiz. Siz men bilan odam o'rnida ko'rmagan, ustimizdan kulgan insonlarni qanchasini ko'rganmiz. Ustimizdan kulib xorlaganlarni qanchasini ko'rdik. Endi hozir ahvoli qanaqa? Qanaqa ahvolda o'tib ketdi, qanaqa ahvolda yotibdi bular? O'ylavdiki, bular umrimni oxirigacha shunday yashayman dedi. Umrimni oxirigacha shunday to'kinchilikda yashayman dedi. Vaholanki hozir yarim kosa sho'rvani sho'r etib ichib, bir qoshiqni yuta olmayotganlar qancha. O'shaning uchun birodarlar, Allohga qaytish kerak. Allohning ibodatiga yurish kerak. Bugun imkoniyatimiz bor. Men ko'p joyda aytayapman, ko'p bemorlarni ko'rdim. Bedavo dardga chalinganlarni ko'rdim, hozir yotganlarni ko'rdim, kecha oldingi hafta ko'rdim. Yosh yigitlar, ularning shifosidan umid yo'q. Shu dard bilan o'tadi. Agar Xudo shifo bermasa, bir mo'jiza qilib bermasa, ular shu dard bilan o'tadi. Hammasini orzusini, hammasini qalbidagi tilagi nima bo'ldi? Qoraka duo qiling, Alloh menga shifo bersa, o'sha kundan boshlab 5 mahal namoz o'qiyman deb dunyoda mana shu yashayapti hozir. Shu orzu bilan o'tib ketdi. Lekin ming afsus,
Mana shu insonlarning orzusi bugun bizning qo'limizda bor, imkoniyatimiz bor. Lekin shundan foydalanmayapmiz-ku. Shuni qilmayapmiz-ku. Nima qarshilik bor? Hali kuni Surxondaryoga bordik. Ana qorakan bilan. Bir hoji akamning o'g'illari aytadi, "Zapravkaga kirdim. Zapravka to'palang" deyapti. Odamlar komissiyali kelgan deydi, palon kelgan, tugun kelgan, mashinalar nechta. Men chetroqqa o'tib bitta odamdan bu nima bu odamlar, nima qilyapti desam, hokim o'sha 4 ta sektor rahbarlari kelgan zapravkaga deydi. Qaysi bir zapravkada tahorat xonasi bilan namoz xonasi bo'lmasa, o'sha zapravkani tagi bilan buzib tashlaylar deb buyruq qilib yurtdi deydi. Bundan ortiq nima kerak sizmi menga? Kecha masjidda o'qiy olmadik-ku namozimizni. Ibodatxona, Allohning baytida o'qiy olmadik namozni. Bugun shuncha imkoniyat beryapti. Shundan ham foydalanmasak, bu kibr emasmi bu Allohga nisbatan? Shaytoniy sifat emasmi bu Allohga nisbatan? Qaysi amalimizni olib boramiz ertaga? Xudoy taborak va taolo qani? Xudo qilsa nidoi bandaizor, na keltirding, na turli qilmishing bor. O'sha ishlab yurgan paytingizda korxonangiz direktori, rahbaringiz yoki obro'liroq inson yoki qudayiz banisada yotganini eshitib qoldingiz. Mana shu mevani eng sarasini olib bormadikmi shularning oldiga? Ixlosimizni bir ziyoda ekanligini, muhabbatimizni cheksiz ekanligini bildirish uchun mana shuni qurt tushganini yo erigan so'liganini olib borgan eng zo'rini olib bordik-ku, pulimiz kam bo'lsa ham. Nimaga? Bir bandaga shunchalik muhabbatimizni izhor qilyapmiz, sadoqatimizni Robbil izzaga shunchalik qila olmaymizmi? Bir bandaga qilgan ixlosimizni qila olmaymizmi? Ukamolar aytadiki, lavozimda turgan paytingda, puling ko'p paytingda, ishing rosa oshig'ing olchi paytda, pichog'ing moy ustida turgan paytda hamma yoq do'stiyda, atrofing tanish bilish, hammasi ko'rishga orzumanda, bir marta o'tirishga orzumanda, to'yiga borib qolsang boshi osmonga yetardi shunaqa bir lavozimlarda eding. Endi hammasini Xudoy taolo oldi. Lavozimingni ham oldi, pulingni ham oldi. Endi oddiy bir inson bo'lib qolding. Atrofingga qarasang hech kim yo'q. Kechagi yugurib yurganlardan hech kim yo'q endi. Yugurtaylardan asar ham qolmadi. Voy atrofimda hech kim qolmabdi-ku demagin. Yaxshilab atrofingga qaragin, sal nariyoqda, sandan 3 metr nariyoqda joy namoz turibdi deydi. O'sha joy namoz ustida seni yaratgan yo'qdan bor qilgan karamli Robbingga sen endi dardingni aytqancha aytsang deydi. Qancha etsang eshitadi. Qancha dotlasang, qancha yig'lasang eshitadi. Bo'ldi, bandam jonimga tegding demaydi. Shuning uchun duo qilinglar, men ijobat qilaman deyapti. Qaysi bir bandam qo'lini ko'tarib mendan hojatini so'rasa, istagini so'rasa, shu bandamni qo'lini quruq qaytarishga hayo qilaman deyapti. Hali kuni bir odam kelib, qoraka tanish bilishlaringiz ko'p, shu boylardan menga bir $1000 olib bering, uzoqroq muddatga 1-2 yilda ishlab beraman deb dardini aytayapti-da. Aytdim, do'stim dedim. Buni men qilmayman-u, sen ham qilmagin dedim. Nimaga deydi? Hozir boylarga dardingizni aytsangiz, o'zinikini boshlab yoradi. Yarim soat dardidan keyin o'zimni holim bunikidan 1000 marta yaxshi ekanini shukr qilib ketasiz-da. Hozir boylardan pul so'raydigan paytmi? Millionta dardi bor. Voy, rahimlarim kelib ketadi. Nima qilsam shuni ish yaxshi bo'lib ketar ekan deyman-da, shunga bir nima qilsam yordam qilsam yaxshi bo'lar ekan deb rahmim kelib ketadi bechoralarga. Viji boshli, qo'y bo'ldi, to'xtat, to'ydim. Alloh mundoq emas, birodarlar. Bir inson 70 yil haykalga yo sanam, yo sanam, yo sanam ibodat qildi deydi. Xudo deb e'tiqod qilganda, uni otalari shuni tushuntirganda, Xudoing mashi deganda, rohiblari shuni tushuntirganda, shu Xudoing degan, u bechora ham sodda inson shuni Xudo deb e'tiqod qilib, sajda qilaverib, ibodat qilaverib, butun xayr ehson zakotini shunga qilaverganda, olib borib tagiga haliga qilgan, oxiri yosh o'tdi, 70 ga yetdi. 70 yil shu sanamga yo sanam, yo sanam dedim, bir marta sado chiqmadi, bir marta javob bo'lmadi. Endi musulmonlar ibodat qilayotgan
Somatga bir ibodat qilaychi deb yo Somat desa, Alloh taborak va taolo labbayka yo abdi, nima deysan, nima hojating bor degan ekan. Farishtalar, ey Robbim, subhanalloh, naqadar pok zotsan, insonlarni ayb va nuqsondan pok zotsan. Bu bandang badbaxt 70 yil shanga shirk keltirib bir toshni xudo deb yosanam dedi. Nimaga sen bir marta Somat deganda labbay deding? Ey Parvardigor deysa, Parvardigor aytgan ekanki, bu bandam adashib zalolatga yurib, bir toshni xudo deb yosanam deb 70 yil ibodat qildi, yosanam dedi, bir marta sado chiqmadi. Endi yo Somat deganda men ham indamay tursam, o'sha toshdan nima farqim bor meni degan ekan. Bugun yo Somat ding, bugun yo Alloh ding, bugun ey Parvardigorim ding. So'raganingizni beradi. So'raganingizdan afzalini beradi. Bandani Allohga eng yaqin bo'lgan vaqti deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Banda peshonasini sajdaga qo'yib subhana robbiyal a'lo degan payti deganlar. Bu baxt musulmonlarga bir kunda 72 marta nasib qiladi. Allohga eng yaqin bo'lgan joyga borish. Odamlar kimlaridir eshigida umr o'tib ketyapti-ku, shu odam meni qabul qilarmikin, shu dargohiga kirgizarmikin deb eshigida o'tib ketyapti-yu. Allohning eshigini qoqmaymizmi? Allohning eshigini taqillatmaymizmi? Ey Allohning rasuli Hazrat Oysha onamga aytgan ekanlar. Ey Oysha, jannatning eshigini taqillatur, jannat eshigini taqillatur degan ekanlar. Chunki arablarda bir qoida bor. Man qara albaba valaja deydi. Kim bir eshikni taqillatursa oxiri ochadi deganda, oxiri kiradi deganlar. Ey Allohning rasuli nima bilan deganlar? Nima bilan eshikni taqillatadi deganda, roza bilan deganlar. Hazrati Oysha onam 66 yoshlarida dunyodan o'tganlar. Rasulullohning eng sevimli ayollari bo'lganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiqning qizlari bo'lganlar. Sahobiylarga shariat ilmida eng mohir ustoz bo'lganlar. Mana shu zot 66 yil yashab 67 ta qul ozod qilganlar hayotli paytlarida. Nimaga? Bal tanzur nafsum ma qaddamat lig'ot. Har bir nafs ertaga qiyomat kuni, mahshar kuni, Filsirot maydoniga, taroziga nima tayyorgarlik qilganiga qarasin degan so'zga amalan 67 ta qul ozod qilganlar. Birodarlar, hozir bitta mardikor ishlatsak, erta bilan 9 dan soat 5 gacha 150 ming, 200 ming pulimizni oladi bir kunimizga. Endi qulli narxini bilib oling, qulli umrbod qulchilik qilayotgan Pradoni narxida bo'lgan o paytda har bir qul. Lekin shuni ozod qilganlarki, ertaga oxiratda bo'lmasa Rasululloh u kishidan rozi bo'lganlar. Rasululloh duo qilganlar. Rasululloh rozi bo'lganlar. O'zi shu xizmatda o'zi kifoya edi bu insonga. Qutulib ketish uchun najot top, lekin shu darajada Allohning muhabbatiga, Allohning ibodatiga haris bo'lganlarki, 67 ta qul ozod qilganlar. Bitta qul ozod qilganimiz yo'q oramizda. Qilolmaymiz ham. Shundoq ekan, ertaga sizni sevdim, sizdan boshqasini demayman, jonim fido bo'lsin degan farzandlarimiz qabrimizga kirmaydi, birodarlar. Bugun o'zimiz qutqaraylik, najot yo'liga yuraylik, tavba qilaylik. Ichayotganlar bor. Chunki men ko'ryapman, ko'chalarda vino vodka degan do'konlar hali ham bor. U joyda bir g'ayridin sotayotgani yo'q. Rossiyadan bir o'risi bolasi kelib sotayotgani yo'q. Musulmonni bolasi sotyapti. O'sha joyga kirib savdo qilayotganlar Rossiyadan kelib shu yerda arzonroq ekan deb olib ketayotgani yo'q. Mana shu musulmonni bolalari ichyapti. Musulmon insonlar ichyapti. Shuning uchun tavba qilinglar. Men sizlarni ogohlantirdim. Eslatdim. Qiyomat kuni menga hech qanaqa da'volar o'tmaydi. Mana guvohlarim bor. Chunki men aytganman, Parvardigor ichmagan, chekmagan, namoz o'qigan, ibodat qilgan, tavba qilgan deganman deya olaman. Allohning dargohida tiliklari kesdim endi. Menga da'vo qila olmaysizlar. Hech biringlar menga qo'lingizni bigiz qila olmaysizlar. Buning uchun Allohga qaytaylik. Shundoq tinch, shundoq to'kun ne'matlar ichida yashayapmizmi? Oxiratdagi ne'mat ichida ham birga bo'lishligimiz uchun birga ibodat qilib, Allohga tavba qilib, Allohga ibodat qilaylik. Ilohiy bandamiz bechoradirmiz, havoyi nafs ila ovoradirmiz.
erurimiz barcha ishlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Yetarlidan oshiq qilib qo'yganmiz musulmon o'g'li qilmaydigan ishlarni. Endi tavbani vaqti yetdi emas, tavbani vaqti o'tib ketdi. Muhammadjon qora akamlarga mikrofonni beraman, go'zal baytlardan o'qib beradilar. Bugun safarlari bor ekan, duo qilinglar, safarlari bexatar bo'lsin. Safarlar mashaqqatini Xudo ko'tarsin. Eson omon boradigan manzillariga sog' salomat yetib, ko'zlagan maqsadlardan afzaliga yetib, yana sog' salomat vatanga, sog' salomat oila bag'riga, farzandlar ota-ona bag'riga salomat kelishligini nasib qilib, yana hayotimizda yaxshi kunlarda o'zlarini xush ovozlari bilan, tilovati Qur'onlar bilan qalbimizga Xudoyim sayqal berishligini qora akamga Xudo nasib qilsin.